Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan nega qon bosimi tushmaydi? Dorilarni iste'mol qilsa ham, davolansa ham qon bosimi nega tushmasligini sabablarini ko'rib chiqamiz. Qon bosimi tushmasligining asosiy 5 ta sababiga haqida to'xtalib o'tib, ular nima ekanligi va bunda nima choralar ko'rish kerak va qanday qilib qon bosimini to'g'ri tushirib, to'g'ri davolash mumkin, shu haqida ma'lumot berib o'taman. Avvalo, qon bosimi kasalligi biz bilamiz ikkita turga bo'linadi. Birinchisi bu turli xildagi a'zolar, buyrak usti bezi, buyrakning qon tomirlari, qalqonsimon bez, nerv tizimi kabi a'zolardagi o'zgarishlar tufayli qon bosimi ko'tarilishi bo'lib, buni biz simptomatik arterial gipertenziya deymiz. Ikkinchi xildagi qon bosimini ko'tarilishi bu odatda yosh kattalarda uchraydigan gipertoniya kasalligi, ya'ni bu butun tanadagi qon tomirlaridagi qon bosimini regulyatsiya qiladigan mexanizmlarni buzilishi tufayli yuzaga chiqadigan kasallik hisoblanadi. Endi qon bosimi tushmasligining eng birinchi sababi bu noto'g'ri tashxis. Ya'ni qon bosimi ko'tarilishiga olib kelayotgan sabab va qon bosimini ko'tarilish mexanizmi, qon bosimi ko'taruvchi, qon bosimini regulyatsiya qiluvchi sabablardan qaysi biriga tegishli ekanligini aniqlamasdan va o'shanga urg'u bermasdan noto'g'ri tashxis bilan davolanilsa, qon bosimi tushmaydi. Chunki bir yo'l bilan biz qon bosimini tushiryapmiz, uni ko'tarilish sababi esa boshqa yo'lda bo'lib chiqadi. Va bu o'z navbatida noto'g'ri davolanishga va qon bosimini tushmasligiga yoki tushsa ham yana qayta ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi, qon bosimini tushmasligining yoki yana qayta ko'tarilishining sababi bu davolanishga, ya'ni to'g'ri tashxis qo'ygandan keyin davolanish uchun qo'llanilayotgan dori turining noto'g'ri tanlanganligi, ya'ni davolovchi dorini noto'g'risini qo'llanilayotganligi hisoblanadi. Ayrim insonlar uchun tarkibida 2 ta yoki 3 ta kombinirlangan dorilardan iborat bo'lgan vositalarni qo'llash kerak bo'ladi. Ba'zi holatlarda esa qon tomirlarini qarshiligini kamaytiruvchi dori vositasini qo'llash kerak. Ba'zi bir holatlarda esa yurakni qisqaruvchanlik xususiyatini pasaytiruvchi dori vositalarini qo'llash kerak. Aynan bemorga mos bo'lgan dori turi noto'g'ri tanlanilsa, unda qon bosimi tushmaydi va ko'zlangan ko'rsatkichlarga erishilmaydi. Uchinchi sabab, qon bosimi uchun berilgan dori vositalarini noto'g'ri dozalarda va noto'g'ri mahallarda qabul qilish. Bu nima degani? Ya'ni shifokor tavsiya qilgan dorini o'sha dozada emas, kamroq dozada iste'mol qilish yoki shifokor kuniga 2 mahal ichishingiz kerak degan bo'lsa, uni bir mahal qabul qilish. Shunday dorilar borki, qon bosimini 12 soat nazorat qiladi. U vositalarni bir marta qabul qilinsa, kun davomida, kunning birinchi yarmida qon bosimi yaxshi yurib, kechga borib qon bosimi ko'tarilib ketadi. Yoki aksincha, kechqurun qon bosimi yaxshi bo'lib, ertalab qon bosimi ko'tarilib ketadi. Bu dorini noto'g'ri qabul qilinayotganligidan bo'lishi mumkin. Qon bosimi ko'tarilishini, ya'ni tushmasligini keyingi 4-sababi bu bemorlarni shifokor tavsiya qilgan dorilarni noto'g'ri muddat qabul qilishi. Ya'ni shifokor buni doimiy qabul qilib yurasiz yoki 6 oy iste'mol qilasiz yoki 3 oy iste'mol qilasiz yoki butun umr iste'mol qilasiz degan dori vositalarini to'xtatib qo'yish ham qon bosimini qayta ko'tarilishiga va qayta organizmga zarar keltirishiga sabab bo'ladi. Va nihoyat qon bosimi ko'tarilishining, ya'ni tushmasligining 5-sababi bu qon bosimi ko'tariladigan insonlarda boshqa qo'shimcha kasalliklarning paydo bo'lishi. Ya'ni birinchisi bu qon bosimi kasalligining rezistent, ya'ni dorilarga sezuvchanligining pasayib qolishi. Ikkinchisi, qon bosimi bilan birgalikda boshqa nevrologik, endokrinologik yoki kardiologik yoki turli xildagi o'sha stress bilan kechuvchi kasalliklarning organizmga qo'shilishi va ular ham qon bosimini ko'tarilishi yoki ba'zan masalan og'riq bilan kechuvchi kasalliklarning qo'shilishi, ular ham qon bosimini ko'tarilishiga va ichilayotgan dorilarning samarasini pasayishiga olib keladi. Agarda xuddi shunday sabablar bilan qon bosimi o'ynayotgan bo'lsa, ya'ni oldin qon bosimi tushayotganda endi tushmayapti yoki qon bosimi ertalab yaxshi bo'lib kechqurun ko'tarilib ketyapti yoki kechqurun yaxshi bo'lib ertalab ko'tarilib ketyapti yoki yaxshi yuribdi-da orada yana bir kriz shaklida ko'tarilyapti. Bunday holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, demak biz yuqorida sanagan 5 ta sababdan bittasi sizda bor va buni bartaraf qilish, kerak bo'lsa dorilarni to'g'irlash va kerak bo'lsa
balkim boshqa bir kasalliklarni yana davolab, sabablarni bartaraf qilish kerak bo'ladi. Sizni qon bosimingiz ko'tarilyaptimi? Sizga tavsiya qilingan dorilar ularni nazorat qila olyaptimi? Shular haqida izohlarda yozib qoldiring. Bu videoni boshqalar ham ko'rishi uchun videoga like bosib, keyingi videolarni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.